Texnikamizga qanaqa o'zgartirishlar kiritilgan korobkasiga shular haqida bizga tushuncha bersangiz. Ha. TTZ traktorlarini motori baquvvat, korobkasi yaramaydi deb ko'pchilik qiziqmaydi aslida. Shuna bo'lgani uchun korobkasiga bitta ikkita shestrinalar qo'shib, shu motorni kuchiga moslab qo'yganmiz, tezligini va quvvatini oshirib. 7-skori ham bor, bu tezroq yuradi. Yo'lda transport holatida yurganda tezlikka yaxshi bu. Endi 7 qo'yganimizda ko'pchiliknikini yarimlari olib yerda ichida qiynaladi yo'lda yurgan. Shuni o'ylab turib, maytda 34 talik, mana bu asli 34 talik maytda bo'ladi, mana u yo'q bo'ladi mashina. Biz mashina peredilka qilib. Assalomu alaykum, bizni kuzatib boruvchi obunachilar. Bugun biz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Azimobod qishlog'iga kelganmiz. Bu yerda ko'rib turgan LS traktorlaring sotiladi. Bularni sizga obzorni qilib o'tamiz. Bu yoqda turgan TTZimiz esa korobkalariga qo'shimcha shestrinalar bilan kuchaytirish kiritilgan ekan. Bular sizlarga obzorni qilib o'taman, lekin bu texnikamiz sotilmaydi. Bunisi sotiladi. Buni narx-navolar bilan hammasini tanishtirib o'taman. Bunga nima ish qilishganini shu texnikani egasi bilan sizlarga birgalikda nima ish qilganlarini ko'rsatib o'tamiz. Bo'lmasa navbatda birinchi LS 100 traktorimizni obzorini qilib chiqamiz. Qiziqqanlar video davomida va video oxirida TTZimizga nima qilinganini keyin qo'yib ko'rsatamiz. Xo'sh, bu texnikamizga keladigan bo'lsak, dokumentlarda muammo yo'q-a? Yo'q. Dokumentlarda muammo yo'q. Yiliga keladigan bo'lsak, 2018 chiqqan, 2019 ishga tushgan, 2018-2009 ga. Xo'sh, holatlari hali biror yerda ochilmagan, boshqa bo'lmagan. Xo'sh, ko'rib turibsizlar, hozirgina ishdan kelib, mana chizel fiksuatsiyalari bilan turibdi. Xo'sh, endi chang, loy ularga ahamiyat bermaysizlar. Bitta mo'yka qilsak, yangidek texnikamiz. Holatlarni ko'rib turibsizlar. Men bir chekkadan sizlarga aylantirib ko'rsatib chiqaman. Kimga qayeri kerak bo'lsa ko'rib telefon qilaverasizlar, bog'lanaverasizlar. Hammaga bu texnikamizning narxi qiziq. Narxini bilishdan oldin bittadan like'larni bosib, kanalimizda yangilar obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan keyingi shunaqa texnikalar birinchilardan bo'lib sizlarga yetib borish uchun salon qismlarini ko'rsatib o'tsak. Salon qismi. Xo'sh, konditsionerlar ishlaydi deyishyapti. Bu eshiklarni olib qo'yishgan ekan. Salon qismlari. Hamma narxiga baribir qiziqib turgan do'stlar, narxini 80 million kelishtirib berishar ekan. Bu texnikamizni obzorini qilib chiqdik. Bir kalitga yuradi. Hamma joyda soz holatda ishga tayyor. Hozir ham shu holatda ishdan kelib to'xtab turibdi. Hali motorlari ham sovigani yo'q ekan. Bemalol oluvchilar, qiziqqanlar akamiz telefon nomerlarini yozib qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Bemalol kelib ko'rib olishlaring mumkin. Navbatdagi TTZimizni sizlarga obzorini qilib chiqamiz, lekin bu texnikamiz sotilmaydi. Akamiz o'zlari uchun tayyorlashgan ekan. Assalomu alaykum aka, charchamang. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Ha, charchamang. Siz Yaxshimi? ishlar yaxshimi? Rahmat aka. Bu texnikamizga qanaqa o'zgartirishlar kiritilgan korobkasiga shular haqida bizga tushuncha bersangiz. Ha. TTZ traktorlarini motori baquvvat, korobkasi yaramaydi deb ko'pchilik qiziqmaydi aslida. Shuna bo'lgani uchun korobkasiga bitta ikkita shestrinalar qo'shib, shu motorni kuchiga moslab qo'yganmiz, tezligini va quvvatini oshirib. Shuni
yaqinroqdan ko'rib maqsa oson tushuntirishga osonroq bo'ladi. Aha. Korobkasini ham shu yig'may kirishkalarni qatirmay turuvdim bir ko'rib, unda qilsangiz qiziqqanlarga foydamiz tegib bo'lsa, boshqa bo'lsa biz ham xursandmiz. Tepa kirishkalari ham hozir ochiq. Siz tepadan baxtsiz qo'l bilan ko'rsatib. Tushuntirib o'taman. Deyarli o'ziniki bilan bir xil holatda bo'ladi-yu, lekin 7-skori ham bor. Bu tezroq yuradi. Yo'lda transport holatda yurganda tezlikka yaxshi bu. Endi 7 qo'yganimizda ko'pchiliknikini yarimlari olib yerda ichida qiynaladi yo'lda yurgan. Shuni o'ylab turib, maytda 34 talik, mana bu asli 34 talik maytda bo'ladi, mana u yo'q bo'ladi mashina. Biz mashina peredelka qilib 32 talik qo'ydik. Mana o tay tomoniga 21 talikni o'rniga 22 talik moni parabol mo bilan ishlashadigan o'shani qo'ydik. Shuni hisobiga 4 ga solsangiz TTZlar asli 4-skori motorga nisbatan sekin hisoblanadi. MTZni 4dan ko'ra. Bunda xuddi MTZni 4daga ketadi. Pashti 4,5 hisobida bo'ladi. Buni qo'yganimizdan keyin 5 ga ehtiyoj qolmay qoldi. 5 39 talikka 16 talik shestrna bo'lar edi. Keyin H3 traktorlarnikini olib keldik. 37 talikka 17 talik. Bu ham tezlashtiradi. Buni 5 ham tez keyin MTZnikidaqa. Ishlashlari yerdichidagi ish unumi, ishlashlari o'ta tez buni. Ham salarka rasxotidan ham foyda, vaqtdan ham foyda bo'ladi buni qilinsa. Bor yo'g'i shu bitta bu shestrna bilan pastdagisi qo'shmoq deyiladi. O'sha shestrna almashadi, qolgani u pastdagilar radnoy o'zi H3 bo'ladi. 37 ga 21 17 bag'i 34 ga 21. Bular o pastdan yondan olsangiz ham yaxshi ko'rinadi. Tushunadigan o'zi usta akalarimiz bo'lsa juda oson tushunib oladi. Bu qo'shmoq hisobida yumizinikilarga o'xshab qo'shmoq hisobida o'rtasini bolgarkada kesib tashlab turib, yopishtirib qo'yilgan. Qolgan joylari deyarli bir xil bo'ladi. Bu ham o'zi 7 qilinadiganlarda o'sha shestrnasi. Mana bu 34 talik emas, 32 talik bo'lganini hisobiga persep tortishda ham juda zo'r mana bu. Bir xilgisini quvvat yetmay to'talmay qoladi. Bunda bildirmaydi persepni ham. Ikkita persep bilan ham hazillatib tortib ketaveradi. Ash tomonlari zo'r. Buni qo'ysak, ish unumdorligi oshib, ish unumdorligi zo'r, effekti zo'r buni. Effekt zo'r, Men bitta qilganimcha, ishonsangiz 6 yil korobka qilmadim. Faqat yog'iga o'z vaqtida o'sha yog'iga qarab, e'tiborli bo'lib, kerak bo'lsa 1 yilda bir marta almashtirib turilsa, ketmaydi ancha-munchaga. Tushunarli. Chunki buni yog'iga deganim sababi, shestrnalarda hammasi tepada, buni asosiy ish beradigan shestrna tepada. Yog' pastda turadi bularga. Endi bitta-ikkita joydan tomib oqqandan keyin обязательно pastlab qolgandan keyin bu yog'siz ishlab qoladi. Juda ko'p traktorlar shu. Shunga e'tibor berilsa, buni korobkasi ham ancha xizmat qiladigan korobka bu. Mendaqa ishlatadigani yo'q bo'lsa kerak, buni bor-u. Agregatlarni uzib tashlaydi kerak bo'lsa. Hozir akamiz aytishyapti, hozir mana shu qo'ygan shestrnalaringizga 6 yil bo'ldi. Bir marta korobka qilib 6 yil yurdim. Bu endi hozir o'sha yangi yiqqanim uchun mana shu hamma shestrnasi pashti yangi hisobot. Mana bular yangi. Bular o'ziniki radnoy. 6 yilda almashtirdingiz, 6 yilda endi bittasini almashtirib tashladi. Bittasi almashtirildi. Ko'rib turibsizlar, agar TTZni o'z zavodskiy 6 yil ishlaydimi, ishlamaydimi? Yo'q, 6 yil ishlamaydi. Radnoy bo'lsa 6 yil ishlamaydi. Endi yog'iga qarab yursa, ehtiyot qilgandiki yuradi. Ochilmaganlari ham bor 10 yilda ham. Bor. Bu gipavitda yuradi, hali Tatda. Tatda yuradi. O'shani hisobiga yaxshi nimalari. Chunki hozirgi negrollarga ham ishonch yo'q. Negrolni qo'ymagan ma'qul. Men tavsiya qilmayman negrol qo'yishni. Mana do'stlar, xo'sh, korobkalarni ham ko'rib chiqdik. Hammasini tushuntirib o'tdik deb o'ylayman. Kimgadir shunaqa korobka yig'ib berish xizmatlari bo'lsa, akamiz nomerlarini yozib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib
yig'dirib olishlaring mumkin do'stlar. Bo'lmasam o'zlarini chaqirsalaring borib yig'ib berishaveradi. Buni yonboshdan qorong'i qana. Bu ichki holatlar. Yig'ib berishaveradi. Xizmat haqlarini kelishib, boshqa qilib chaqirsalaring bo'laveradi. Juda baquvvat, juda zo'r holatda 6 yildan beri mana shu holatda ishlatgan ekan. Gap yo'q akamizga. Ishlariga omad.